Qadrli aka-ukalar, mana bugun u kuni kelgan uyimizga kelib oldik. Shipirlarni bitirishib qopti. Usta akalarimiz ana tuman demay, sovuq demay ishlashyapti. Nomerini so'raganlarga hozir nomerini aytib o'tib ketamiz. Mana shu 0 dan bitirishib berishadi, xudo xolasa. Usta aka hormang endi. Usta aka 0 dan qilaverasizlar, beton ishi, kirpech, g'isht terish, vodiy bo'ylab murojaat qilaverasizlar. Nomeringizni bir aytib yuborsangiz aka. Ustaning nomerini ayting, katta ustaning nomerini. 93lik. 93lik 377 56 54 bemalol murojaat qilaverasizlar. Yana bitta nomer ham yozib. Yana nimaga yozib qoldiramiz anaqasiga? 94lik 831 04 86. Mana shu nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Shipirlarigacha 0 dan bitirishib berishadi. Vodiy bo'ylab.